O'zbekistonda yangilik akustik taroqlar endi o'zimizda. Bu albatta dekorativ joylariga bo'ladi. O'zbekistonda yangilik bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 60 ga 60, xohlashlar uchun bu fasoni, xohlashlar uchun to'rtburchak fasonda bor. Bu narxiga keladigan bo'lsak, narxi 180 ming so'm bo'ladi. Bunisiga keladigan bo'lsa 235 ming so'm. Har xil ranglari, kачествоda bor. Bu dekorativ joylarga qo'ysalaring, o'ta uyda ko'rkka ko'rk berib turadi. Undan tashqari samaklish aboylarimizda 100 xil ochiq fasonlari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 80 mingdan boshlanib 120 ming so'mgacha bo'ladi. 5 rollardan ko'p olganlar uchun O'zbekistonda 12 ta viloyatga dastavkasi bepul bo'ladi. PG panelga keladigan bo'lsak, xohlashlar uchun rasmlisi, xohlashlar uchun namozxonaga, xohlashlar uchun sanuzellarga ham bemalol qo'ysalaring bo'laveradi. Narxi eng arzoni 200 mingdan boshlanib 220 ming so'mgacha oddiylari bo'ladi. Rasmiylarga keladigan bo'lsa 290 ming so'mdan bo'ladi. Dastavkalar albatta kelishilgan holatda bo'ladi. Natujniy patologlarda eng arzoni 1 kvadrat 65 ming so'mdan boshlanib 200 ming so'mgacha bo'ladi. Natujniy patologlar dastavka ustunovkalari vodiy Toshkent bo'ylab bepul bo'ladi. Pastdagi raqamlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqasizlar, bizni kanaldan chiqinglar uchun skidkalar berishadi.